donolik ko'chada chaqiradi, maydonda baland ovoz bilan hayqiradi. Gavjum ko'chaning boshida, shahar darvozalarida jar soladi. Ey nodonlar, qachongacha nodon bo'lib yuraverasiz? Sizchi, mazax qiluvchilar, qachongacha mazax qilishdan zavqlanasiz? Aqlsizlar, qachongacha ilm ma'rifatdan nafratlanasiz? Pand nasihatlarimga quloq solinglar. Mana sizlarga ruhimni beraman, so'zlarimni ochaman. Lekin sizlarni chaqirganimda rad etdingiz. Qo'llarimni uzatganimda e'tibor bermadingiz. Maslahat, pand nasihatlarimning hech birini qabul qilmadingiz. Shuning uchun boshingizga falokat kelganda men ham kulaman. Vahimaga tushganingizda mazax qilaman. Vahima bo'ronday, falokat esa to'fonday kelganda, kulfat va mashaqqatlar boshga tushganda, ular meni chaqiradilar, lekin javob bermayman. Ular meni qidiradilar, izlaydilar, lekin topolmaydilar. Chunki ular ilm ma'rifatdan nafratlandilar. Egamizdan qo'rqishni rad etdilar. Maslahatlarimni, o'gitlarimni qabul qilmadilar. Shuning uchun o'z qilmishlarining mevasini yeb pushaymon bo'lib qoladilar. Nodonlar yo'ldan adashib, o'z joniga o'zlari zomin bo'ladi. Aqlsizlarning beg'amligi o'zlarini halok qiladi. Lekin menga quloq solganlar osoyishta hayot kechiradi. Yomonlikning vahimasidan xalos bo'ladi.